Hozirgi yoshlarda qanaqa bilmadim-u, oldin maktabda eng sevimli bulochkam shu bo'lardi. Bulochkamiz uchun 300 ml iliq sutga tuz, shakar va dro'jamizni solib, bitta aralashtirib, opari holatiga kelguncha 10 minutga olib qo'yamiz. Shunaqa oshib, ko'pirib chiqqan massamizni katta idishimizga solamiz va ustidan 2 ta tuxum, 80 grammda shakar va 50 grammda eritilgan saryog'imizni solib, bitta yaxshilab aralashtirib olamiz. Unlarni elab solamiz va birinchi qoshiq yordamida, keyin ozgina yog' solib, qo'limiz yordamida yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Ustini strech va sochiq bilan o'rab, 1 soatga oshirgani mikrovolnovkaga qo'yib qo'ydim. Stolimizda yog'lab, xamirlarimizni tushiramiz va xohlagan kattaligimizda zuvalalar qilib, yana 10 daqiqaga tindirgani olib qo'yamiz. 10 daqiqadan so'ng xamirlarimizni to'rtburchak ko'rinishida ochib olamiz va orasiga birinchi eritilgan margarin, keyin bo'lsa 2 choy qoshiqda shakarimizni sepib, dumaloq qilib o'raymiz va videoda ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz. Qarabsizlarki, yurakcha shaklidagi bulochkalarimiz ham tayyor. Ustiga tuxumimizni surib, 180 gradusda yarim soatga pishirgani jo'natamiz. Bu bulochkani siz eng sevgan odamingizga tayyorlab bersangiz, ayni muddao bo'ladi. Bulochka bilan qo'shib ichishga bo'lsa, magu suvlarini ananasligidan foydalandim. Mazasi judayam mazali. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Profilimda yana ham mazali narsalarni topsanglar bo'ladi.